Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda kuzatuvchilar. Bugungi bizning yangi mavzumiz eng kichik umumiy karralik, ya'ni bitta qilib aytganda ekub. Biz yangi mavzuni boshlashdan oldin o'tgan safargi savolimiz javobini aytaman. Juda ko'plaring, hammalaring o'sha darsda o'zida topib bo'ldilaring. Buniki 1 bo'ladi, to'g'rimi? Nimaga 1 bo'ladi qizlar, yigitlar? Ha, to'g'ri, hammasi. Misol uchun mana 90lar ichida 2 bor, to'g'rimi? Hammasiga bir xilini topib bo'lmaydi. Shuning uchun nechi bo'lar ekan? 1 bo'lar ekan. Savollar yo'q-a bu bo'yicha? Yaxshi, bo'lmasa mavzuni boshlaymiz. Mavzu ekuk topishdi sizlarga. Yana bir necha usullarni ko'rsatib o'taman qizlarga. Qarang. Demak, birinchi usuli oddiy, doimiy ekuk topishimiz. Ya'ni o'tgan safar ekuk topdik-ku, xuddi o'shanday topamiz. Xo'p, birinchisi qaranglar ko'rsatib o'taman. Ya'ni xuddi o'sha usul. Ekukni ham topishda tub ko'paytuvchiga ajratamiz qizlarga. Qarang, 350 ni tub ko'paytuvchiga ajratyapman. 2 ga bo'laman, nechi? 2 ga bo'lsak necha? 175. 175. Keyingisi nechiga bo'lamiz? 3 ga bo'linmaydimi? Bo'linmaydi. 5 ga bo'lamiz nechi? 35, to'g'rimi? 5 ga bo'lamiz 7, 1. Tushunarlimi? Savollar bormi shu yerda? Savollar yo'q, to'g'rimi? Xo'p, keyingisi 60 ni bo'lyapmiz. 60 ni 2 ga bo'lamiz 30, 2 ga bo'lamiz nechi? 15, 3 ga bo'lamiz 5, 5, 1. Tushunarlimi? Endi buni har doimgidek yozib olamiz. 350 nima ekan? 2 dan 1, 5 dan 2, 7 dan 1. Endi 60 ni yozib olyapmiz. 2 dan 2, 5 dan 1, 3 dan 1. Qaradik. O'sha ekuk topishda ham bir xillaridan foydalanamiz. Bir xillari nechi ekan? 2 mikan? 2 ni endi oxirgi harfi nima bilan tugayapti qizlar, yigitlarmi? K bilanmi? Katta degani. Nargis ekub B bilan tugaytiradi, bola degani. Ya'ni kichkinasi. O'zimizga signal so'z qilib olaylik. Tushunarli? Demak, buni ustida kattasini olamiz degani. Demak, 2 ni ikkinchisi ko'paytirilgan. Keyin 5 ni ikkinchisi. 5 ni ikkinchisi. Va yana bitta narsani aytib qo'yay. Katta deganda, masalan, kattalarga ba'zi bir narsalar mumkin, kichkinalarga nima emas? Mumkin emas. Masalan, kichkinalarga mashina haydash mumkin emas, to'g'rimi? Yoki masalan, sovuq suv ichma deyiladi, yoki boshqa qilma deyiladi. Tushunarli-a? Bilamiz-a kattalar. Kattalarga ba'zi bir narsalar mumkin, ba'zi bir narsalar nima emas? Kichkinalar uchun mumkin emas. Masalan, kichkina odamlar yoki kichkina bolalar mashina hayday olmaydi. Chunki ularda prava bo'lmaydi yoki boshqa qilmaydi. Ya'ni bularda shu narsani bilamizki, o'quvchilar, birida bor, birida yo'qini ham olamiz. Buydahon. Demak, ya'ni 3 ni birinchisi bilan 7 ni birinchisini ham olib qo'yamiz qo'shimcha qilib. Tushunarli-a? Ekuk-da. Mana shuni ham olamiz. Savollar bormi? Ha, ya'ni bunda bir xillarini olib turibki, masalan, mana 3 ni birinchisi bunda bor, bunda yo'q, to'g'rimi? Ya'ni bunga mumkin kattalar. 7 ni birinchisi bunda bor, bunda nima? Yo'q, lekin olasizlar. Savollar bormi? Ekub B'dan farqini bilib oldikmi, qizlar, yigitlar? Yo'q, ishlaysizlar, men prosta joy qolmagan uchun hozir hisob kitob qilmadim. Nima hisob kitob? 2 ni kvadrat 4, to'g'rimi? 4 bo'lsa bu 25. 4 ni baxtsiz 100 mi? 25 3 ni 7 ga ko'paytirsangiz 21. 21 100 ga ko'paytirsangiz 2100 ekan. Savol bormi? Tushunarli-a? Xo'p, endi ikkinchi usul. Keyingi usuli o'tgan safar ko'rsatgan usulimga o'xshash. Mana 2100. Bo'ldimi? Qaranglar, ikkinchi usuli 350 bilan 60 ga, to'g'rimi? Hali nargi usulimizga o'xshash. Lekin buni ham jadvalli ko'rinishda yozuvdim-ku, hali bo'luvchilarini yozib chiqdim. Uni nargi usuli ham bor, lekin u usul sal noqulaylik tug'diradi. Nimaga noqulaylik tug'diradi? Siz masalan 350 ni 350 oshirib chiqasiz bitta. 350, keyingisi necha bo'ladi? 700, keyingisi 1050 va hokazo oshirib chiqasiz.
60 da ham shunaqa. 60, 120, 180, 240, 300, 360 mana shunaqa oshirib chiqasizda, eng bir xil kelganini keyin olib qo'yasiz. O'sha bir xil kelgan 2100 bo'ladi. U usulni biz ko'rmaymiz hozir. Juda ko'p vaqtimiz oladi. Mana bu usul yaxshiroq, sinalgan usul. Ham bunda, ham ekubni, ham ekub topish juda oson. Qaraylik. 2 o'ni ham nechiga bo'lib olsam bo'ladi? 10 ga bo'lib olsam ham bo'laveradi. Bu nechi qoladi? 35 mi? Bu-chi? Yana bormi? O'ylaydigan. Qolmadi. Endi qaranglar. Mana shu yerda, mana shu yerda juda katta e'tibor bilan qarab turmasak tushunmay qolamiz. Mana bu 60, ha? 35 bilan 6 ga umuman olganda bo'luvchi qolmadi, to'g'rimi? Mana bu 60 ni 35 ga yoki bo'lmasa 350 ni 6 ga ko'paytirsangiz ekuk kelib chiqadi. Tushundingizmi? Ya'ni ekuk topish uchun nima ish qilishimiz kerak ekan hozir? 350 ni ko'paytirish kerak 6 ga. To'g'rimi? Yoki bo'lmasa 35 ni ko'paytirish kerak 60 ga. Javobini nechiligini topamiz. Qaranglar, bitta nolni oxiriga yozib qo'yiraman. Mana 6 ni 5 ga ko'paytirsam 30 ni 0, 3 yodda, to'g'rimi? 6 kere 3 18, yodingizda bilan. Ana. Oson usul. Xohlasangiz bu usuldan foydalaning, xohlasangiz bu usuldan. Pastdagisi osonroq. Ha, mana bu chiqqan son nimasi edi? Ekub. Bu ekub b'si, mana uni ko'paytirib qo'ysak, ekub k'si chiqadi. Savollar bormi? Masalan, boshqa savol bo'lsa, xuddi shu usulda Xuddi shunday bir xil chiqadi. Bir xil bo'laveradi. Tushunarli? Xo'p, endi yana bitta narsa yozib qo'yamiz. ekubda eng kattasidan kichiginadan eng kichigiga Ha, tushuntirdim-ku. E, K, U, K degani uchun, ya'ni ekub K oxirida katta kelyapti. lekin menda Eng kichik umumiy bo'luvchi bilan bo'linuvchining nima farqi bor? Eng katta edi, uniki, to'g'rimi? Katta degan bo'lsa kichkinasini olyapmiz hozir. Kichkina degan bo'lsa kattasini olyapmiz demoqchisiz, to'g'rimi? Ha, bunda masalan bo'luvchi bilan bo'linuvchi degan farq bor-da, bu yerda. Tushunyapsizmi? Xo'p, savollar bormi bu bo'yicha? Endi misollarga o'tamiz. Beringlar. Xo'p. Birinchisi, 4 bilan 6 ni ekugini toping debdi. Xo'p, qaranglar. Birinchisi. Ya'ni ekug topayapmiz 4 bilan 6 ga. 4 ga ham 6 ga ham ana ikkoviga qaranglar. Bo'linuvchi sonni topadigan bo'lsalaring 2. Bu ekub b'si. Endi ekub k'sini topish uchun ikkovi ham bo'linadigan sonni topish. 24. 24 ham bo'linadi, lekin bizga eng kichkina umumiy deganda bu 12 bo'ladi. Biz 12 ni qanday hosil qilyapmiz? Buni usul bo'yicha hosil qilyapmiz. Ya'ni mana 4, mana 6, ha? Ikkovi ham 2 ga bo'linadi. Mana yerda 2, mana yerdan 3 qoladi. 3. 3 ni 4 ga ko'paytiryapmiz yoki 6 ni 2 ga ko'paytiryapmiz. Natijada 12 kelib chiqyapti. Savol bormi? Yaxshi. Tushunarli bunisi. Endi 3 talik uchun topamiz masalan. 3-inchisi ham 2 talik ekan. Xo'p, 7-sida 3 talik kelgan ekan, to'g'rimi? Qaradik 7-siga masalan. Demak, ekug topyapmiz. Nechtalik uchun? 77. Bundachi, mana bu usulda adashib qolasizlar. Ya'ni aldanib qolasiz. Shuning uchun mana bu usuldan foydalanavering. Kelishdikmi? Qaranglar, 77 ni ko'paytirishga ajratyapmiz. 77 ni 7 ga bo'lamiz. 11, 11, 1, to'g'rimi? 132 ni 2 ga bo'lamiz. Necha? 66 bo'ladimi? 2 ga bo'lamiz. 33, 3, 11, 11, 1, to'g'rimi? Hop, kengaysa 44 da bo'lyapmiz. 2 ga bo'lamiz. 22, 11. Shunaqami? Endi taymatga yozib olyapmiz. 77 teng ekan 7 dan bitta, 11 dan bitta. To'g'rimi? Hop. Kengaysa 1 dan bitta emas, 1 dan yana bo'lib chiqaman ham davom etib chiqaveradi, cheksiz chiqib qoladi. Uning uchun foydasi yo'q. 132. 2 dan 2ta, 3 dan bitta, 11 dan bitta. Hop. 44. 2 dan 2ta, 11 dan qaradik. Endi bunisida ichicha e'tibor berib turmasalar, qizlar, yigitlar adashib qolasizlar. Qaradik. Hop. Bir xilini yana belgilab olyapman. Hop, bir xil hammasida bor 11 ekan, to'g'rimi?
Sizlarga tushunarli bo'lsin deb belgilab olyapman. Hammasi bir xil bo'lgancha bittasini olib ketaveramiz. Ya'ni 11 olyapman. 11 ko'paytiruv. Endi qarasam, ikkitasida bir xilni ham olaveramiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni ikkitasida ham bir xilni olsam, nima ekan? 2 ikkinchisi, to'g'rimi? 8 emas, 4 bo'ladi. Ko'paytiruv. Endi qolgan qutganlarni ham nima qilib qo'yamiz? Olib qo'yamiz. Qolgan qutganlar necha bilan necha? 3 bilan 7 ko'paytiruv. 3 ko'paytiruv 7. Mana shu sonni hisob-kitob qilib qo'ysangiz, o'zi kelib chiqadi. To'g'ri qo'yaylikmi? Buni 44, to'g'rimi? 44 ko'paytiruv 21. Ko'paytiringlarchi necha chiqadi? Bo'linglar, tez-tez. 924 chiqsa kerak. 324 emas, 924. To'g'ri. Mana 20 ni 44 ga ko'paytirsalaring 88, ya'ni 880, to'g'rimi? 880 ga 44 ni qo'shib qo'yasiz. Demak 900 necha chiqdi? 924. Tushunarlimi? Savol bormi qizlar, yigitlar? Yaxshi. Demak, unda kengesiga o'tdik. Xo'p, 8-inchi Hasan 18 ga karrali sonlarning qatorini yozmoqda. Huson esa 15 ga karrali sonlar qatorini yozmoqda. Ular tuzgan qatorlarning birinchi umumiy sonini toping. Ya'ni ikkovida qaysinisi bir xil bo'lib qoladi, deyapti. Ya'ni 18 bilan 15 ga nima toping, deyapti? Ekub toping, deyapti. Ekubga uzr, ekub deyapti. Xo'p, tushunarli-a bunisi? Xo'p, 10-inchisi Quyon bir sakrashda 15 detsimetr, bo'ri esa 25 detsimetr masofani sakraydi. Ular bir nuqtadan bir yo'nalishda sakrashni boshlasalar, ularning izlari qanday masofada ustma-ust tushadi? Ya'ni 15 bilan 25 ga nima toping, deyapti? Ekuk. Tushunarli-a? Xo'p. 12. Quyidagi ikki xil o'lchamdagi bir nechta kvadrat rasmdagidek joylashtirilgan. Agar kvadratlarning tomonlari 10 sm ga 16 sm bo'lsa, AB kesmasining uzunligi eng kamida necha santimetr bo'lishi mumkin, deyapti. Ya'ni 10 bilan 16 ga nima ko'rib qo'yasizlar? Ekuk. Tushunarlimi? Ozak ketib ketyapti, tushunyapsizlarmi? Yaxshi, 14. Ikkita sportchi aylana halqa bo'ylab harakat qilmoqda. Birinchi sportchi aylanani 135 sekundda, ikkinchisi esa 180 sekundda aylanib o'tadi. Agar ular start chizig'idan bir paytda bir tomonga harakatni boshlagan bo'lsa, qancha vaqtdan keyin ular yonma-yon kelib qoladi, deyapti. Ekukini topasizlar. Xo'p. 14-inchisi bo'ldi bu hozir. 10. Xo'p. 14-inchisi bitta o'zlaringiz ishlab ko'ringlarchi, necha chiqar ekan? Tez-tez faqat. Vaqtimiz chegaralangan-a? Bo'linglar. Qaranglar, birgalikda ishlaymiz bo'lmasa. Bo'linglar. Nargi usuldan foydalan bilan. Bo'pti, men ham shu usuldan foydalanaymi, shu usuldan foydalanaymi? Qaysini sizlar? Bo'pti. 135 ni nechiga bo'lamiz? 3 ga bo'lamiz, to'g'rimi? Necha chiqadi? 45 mi? 3 ga bo'lamiz. 15, 3 ga bo'lamiz. 5, 5, 1, to'g'rimi? 180. Nechiga bo'lamiz? 2 ga 90, 2 ga bo'lamiz. 45. Keyin 3 ga 15, 3, 5, 5, 1, to'g'rimi? Ketdi. 135 nimaga teng ekan? 3 dan 3 tayu 5 dan bitta ekan. 180 nimaga teng ekan? 2 dan 2 tayu 3 dan 2 tayu 5 dan bitta ekan. Bir xili 3 ta 3-chisini olamiz, to'g'rimi? Keyin nima qilamiz? 5 ta birinchisini olamiz va 2 ni ikkinchisini olamiz. Hisob kitob bor. 3 ta 3-chisi 27. Bu 5, bu 4, to'g'rimi? Uni ko'paytirsangiz 20 mi? 20 ni 27 ga ko'paytirsangiz 27 dan ikkitasi 54 mi? Demak 54 bitta 0. Savollar bormi? Yaxshi, unda keyingisiga o'tamiz. 16. Zayniddin har
12 kunda bir marta bozorga, har 10 kunda bir marta bog'ga, har 15 kunda bir marta kafega boradi. Necha marta nima qiladi deyapti. Bular muammo emas-a? Ekuk topasizlarda. Keyin shartlar beribdi. Mana misol uchun A shartida Zayniddinda deyapti, har necha kunda bir marta bog'ga ham, bozorga ham bora oladigan kun bo'ladi debdi. Tushunarlimi? Hop. Keyingisi. Men sizlarga yana bitta qoida yozib beraman o'quvchilar. Ekukni tushunib oldilaring-a? Qaranglar. Qoida yozaman. Ya'ni bu formula ekuk topilyapti. Qaranglar. Qandaydir ekuk topamiz, qandaydir A va B sonlar uchun. Tushunarli-a? Va ekuk ham topamiz. O'sha A B son uchun. A va B sonlar uchun. Va shularni ikkovini ko'paytirganimizda qizlar, o'sha sonlarni o'zini ko'paytirganlaringga teng bo'ladi. Tushunarli-a? Bu qonun, qoida har doim maquladi. Mana sizlarga bunday deyishim mumkin. Ikkita sonni ko'paytmasi misol uchun 100 ga teng. Ularni ekuk-si 50 ga teng. Ekuk-b-sini toping deyishim. Ekuk-b-si nechi bo'ladi o'shanda? 2 bo'ladi. Chunki 50 ni necha ko'paytirsang 100 chiqadi degan narsani sizlardan so'ray turgan bo'ladi. Tushunarlimi? Yoki bo'lmasam ekubini 2 ga ko'paytmasi deyish mumkin. Masalan, hop aytaylik 30 ga teng. Sonlarning biri 6 ga teng bo'lsa, deyapti. Ikkinchi son toping desa nima qilasizlar? Bo'lasizlar. Tushunarlimi? Yo bo'lmasa masalan sizga beryapti. 18 bilan 15 sonini beryapti-da, ekub va ekugini ko'paytmasini toping. Buni ham bir marta ekub topib, bir marta ekuk topib, keyin ko'paytirsangiz ham o'sha son kelib chiqadi. Ya'ni 18 15 ga ko'paytirganingiz albatta tushadi, xudo xolasa. Endi shulardan tuzilgan. Siz aytda nima tushishini bilmaysiz. Tushundingizmi? Tushgan. Keyingisi 20. Mana men aytgan narsa turibdi. 20-sida. Tushundilaring-a? Mana ekuk topish kerak ekan 60 bilan 70 ga, ekuk topish kerak 60 bilan 70 ga. Ko'paytirib qo'ysalaring, 60 70 ga ko'paytirib qo'ysalaring ham javob bir xil chiqadi. Tushunarlimi? 21. Agar ikki sonning ko'paytmasi 270 720 ga, ekubi 12 bo'lsa, bu sonlarning ekugini toping. Mana shunda hozir men aytgan narsani aytyapti. 21. Qaranglar, bitta ko'rib bering shunaqasini. Mana ikki sonni ko'paytmasi, ya'ni masalan A ni B ga ko'paytirganim nimaga teng ekan? 720 ga teng ekan. Bittasini ekubi ekub topgan. Ekub topgan necha bilan A bilan B ga, to'g'rimi? 12 mikan? Topish uchun 700 ekub k ni toping deyapti. Ekub topyapmiz A bilan B uchun. Buni topish uchun 720 ni 12 ga nima qilyapmiz? Necha chiqadi bu? 60 kelib chiqadi. Savollar bormi? Yaxshi. Demak, keyingisi 24. Quyida keltirilgan figuralarning kvadratlaridagi sonlar ular bog'langan doiralardagi sonlarning eng kichik umumiy karralisi deyapti. Ya'ni bunisi nimasi ekan? Ekuk kesi ekanda, to'g'rimi? Xo'p. Uchburchakdagi sonlar esa ular bog'langan doiradagi sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisini ifodalaydi. Shunga ko'ra K va L ni eng katta qiymatni toping. Xo'p, bu yerda ekuk bilan ekubni nima qilyapti? Umumlashtirib savol beryapti. Tushunarlimi? Xo'p. 26-siga qaranglar. Men va Hoshim har birimiz 5 dan katta son o'yladik. Biz o'ylagan sonlarni ekubi 3 ga, ekugi 60 ga bo'lsin. Bu sonlarning yig'indisini toping. Bunda endi o'ylab topamiz. Mana shunisini ishlaymiz. 26 qaradik. Men va Hoshim har birimiz 5 dan katta son o'yladik. Demak, misol uchun ikkala o'ylagan sonni A, B deydigan bo'lsak, 5 dan ikkalasiniki ham katta ekan, A ham katta ekan, B ham katta ekan 5 dan. To'g'rimi? Qaradik. Ekubi bor ekan, ekub topibdi. Ekub topibdi. Shu A bilan B soni uchun necha ekan ekubi? 3. Ekugi necha ekan? Shu A B soni uchun necha ekan? 60 ekan.
Men birinchi ikkalasini ko'paytmasini bilib olay, qarang. A'ni B'ga ko'paytirsam necha? 180. Endi 180 chiqadigan ikkita sonni o'ylaymiz. Faqat deyapti. Xo'p, bu sonlar yig'indisini toping. To'g'rimi? 18 bilan 10 desam bo'laveradi. Endi men birinchi variantlarni yozib chiqay. Masalan, 1 bilan 180 ham bo'ladi, to'g'rimi? 2 bilan 90 ham bo'ladi. 3 bilan 60 ham bo'ladi. Lekin bu yerda bitta shart bor. Ikkovi ham 5 dan katta bo'lishi kerak. Demak, bittasiniga misol uchun 5 olsam bo'ladimi-ki? Yo'q. Demak, eng kichkina variant nechidan boshlashim kerak? 6 dan boshlash. 6 bilan necha olishim mumkin? 30 olishim mumkin. Lekin 6 bilan 30 ni ekub b'si necha bo'ladi? 3 bo'lmaydi, nima bo'lib qoladi? 6 ni o'zi bo'laveradi-da. Chunki eng katta umumiy bo'luvchi yo'q. To'g'rimi? Bu 6 ga ham 30 ga ham bo'ladi. Bu demak variantim nima bo'lmas ekan? Bo'lmas ekan. 6 dan katta nechi bor? 7 ga bo'linmaydi. 8 ga bo'linadimi? 180. Yo'q, 9 gachi. Ha, 9 bilan 20 chi. O'ylab ko'ramiz. 2 ga 3 bo'laladimi? Yo'q, 20 ga chunki nima qilmaydi? Bo'linmaydi. Demak, bu variant ham chiqib ketdi. Keyingisi nechi? 10 bilan 18 bo'ladi, to'g'rimi? Nechi? Nimaga chiqib ketadi? Ha, bu variant ham chiqib ketadi. Keyingi variant nechi? 12 bilan 15. Bo'ladiganga o'xshayapti. 2 o'yga ko'p, to'g'ri. 2 kesichi. To'g'ri. Demak, bizdan nimasini so'rayapti? Yig'indisini so'rayapti. Demak, 12 qo'shib 15 nechaga teng? 27. Savollar bormi? Ko'rdilaring-a? Mana bu qoida esdan chiqmasin. Mavzu bo'yicha savollar bormi? Bo'lmasa vazifa deb yozaman. Xo'p, vazifa bo'ladi, uy ishi bilan test. Xo'p, endi savolga o'tamiz, ha? Xo'p. Bunikini to'g'ib qo'ydilar. Endi sizlarga savol. Mavzuga doir, ekukka doir beraymi? Xo'p. Bu endi aniq javobini topib bo'lmaydi, lekin sizlarga yo'lini aytishim mumkin. Qaranglar. Ekuk uchun barcha tupsonlar uchun ekuk topasizlar. Qanaqa topiladi? Aniq javobini aytmasalar ham yo'lini aytishlar kerak. Tushunarli? Nima uchun ekan? Barcha tup sonlar uchun nima topasizlar ekan? Ekuk. Mavzu bo'yicha savollar bormi? Savol bo'yicha-chi? Yo'q. Bo'lmasa darsimizga